Alaykumlar, assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan, katta yo'lning bo'yida joylashgan 25 metrga 10 metrlik do'konimiz, noturar joyimiz sotiladi. Sizlarga qisqachagina video obzorini ko'rsatib o'tamiz, eslatib o'tamiz. Qo'qonbo'y aeroport katta yo'lining bo'yida joylashgan do'konimiz sotiladi. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, $150,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Kelishilgan holatda bo'lib sotishligimiz ham mumkin. Albatta bu joyimizda podval qismlari ham mavjud. Sizlarga ozgina obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu do'konimizning umumiy ko'rinishi albatta eslatib o'tamiz. Bu do'konimizning birinchi etaj qismi va podval qismi sotiladi. Birinchi etaj podval qismining o'zi yonida kanalizatsiya mavjud. Bu joyda gaz, suv, svetdan albatta muammo yo'q. Yon taraf ko'rinishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu taraf aeroportning yo'li, katta yo'l bo'yida qizil chiziqqa tushmagan holatdagi joyimiz. Bu orqa taraflarni ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Polni oldi taraf va orqa tarafda ham bemalol kattagina joyimiz mavjud. Tayyor biznes uchun, har qanday biznes uchun tayyor joyda joylashgan joyimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Orqa taraf ko'rinishimiz. Do'konimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu do'konimizning ichki taraf ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda tayyor holatdagi joy, albatta polni tepli pol, issiq pollar bilan qoplangan. Kattagina joy. Albatta bu joyni to'sib teva taraf albatta sotilmaydi. Birinchi etajning o'zi sotiladi. Mana kattagina joy. Kelishilgan holatda отдельно bo'lib sotishlik ham mumkin. Umumiy agar butun olaman degan insonlar uchun shu video davomida ko'rsatib o'tay turgan hamma barcha narsamizni $150,000 narx aytishyapti. Albatta bundan ham kelishiladigan holati bor. Tayyor do'kon. Yo'limizning ko'rinishi, katta yo'lni bo'yidagi joy. Albatta bu do'konlarimizdan tashqari bu joyda bitta joyimiz ham bor. Buni albatta avtotransportlar uchun ustaxonaga mo'ljallab qurilgan edi. Bu joyimiz ham kiradi, bu aytib o'tgan joyimizga. Endi sizlarga qisqacha yerto'la qismini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerto'la qismiga tushish. Yerto'laga tushganimizda bu joyda bitta koridor qilingan, kattagina koridor. Bu joyda umumiy tualet qilingan. Bu joyga albatta bu joyda ham kanalizatsiyalar mavjud. Uzungina koridor. Kirganimizda katta, balandgina joy. Buni podvalni birorta bir ishlab chiqarish yoki har qanday maqsadlarda foydalansa bo'ladigan joy. Balandliklari ham albatta o'ziga yarasha anchagina baland. Bu podvalimiz ham kiradi. Albatta bu joyni kadastrlarida muammo yo'q. 100% kadastr hujjatlari mavjud. Yerto'lamizga orqa tarafdan ham tushish qismi mavjud. Mana orqa tarafdan tushish zinamiz. Oldi tarafdan ham orqa tarafdan ham tushsa bo'ladi. Bu joyda albatta bitta ishlab chiqarish uchun xohlasalaring bir ofis, xohlasalaring bir kuzatuv xonasi qo'yishlaring ham mumkin. Albatta bu podvalimiz ham polni issiq pol bilan qoplangan. Bu tarafdan ham chiqish xotimiz mavjud. Bu joydan ham chiqish xotimiz mavjud. Podvalimiz polni ikki taraflama tushib chiqish xotiga ega. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'rib, ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Albatta bu joyni kelib ko'z bilan ko'rib xarid qilsalaring bo'ladi. Bu do'stlar, bu joyni but olaman desalaring ham bo'ladi, bo'lib olsalaring ham bo'ladi. Nomerlarimizni kommentariy va opisaniyada qoldiramiz. Bizni endigina ko'rib turgan kuzatuvchilar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu joyni ko'plab joy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.